Insonning qo'lidagi mol davlat, bu tijorat qilib topdimi, kasb qilib, mehnat qilib, peshona teri qilib topdimi, hunari bilan, bu Alloh taolo unga bergan Allohning moli. Sizni qo'lingizda vaqtincha turgan Allohning moli. Sizdagi sog'lik ham Alloh bergan sog'lik, sizdagi umr ham Alloh bergan umr. Bu bari vaqtinchaga berilgan. Alloh aytadi: "Va anfiqu min malillahi allazi ataakum." Alloh sizlarga bergan molidan infoq qilinglar. Kimning moli bu? Allohning moli. "Va anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fi." U zot sizlarni xalifa qilib qo'ygan narsalarni, ya'ni vaqtincha qo'lingizga berilgan bir kun ertaga yoki indinga sizlar xohlasanglar ham, xohlamasanglar ham boshqalarning qo'liga o'tib ketadigan vaqtincha turgan mol davlatdan Alloh rozi bo'ladigan joyga infoq qilinglar. Qaranglar. Allazina yu'minuna bil g'oyb va yuqimuna as-solata va mimma razaqnahum yunfiqun. Qarang. Hidoyat egalari kim? Bu shunday odamlarki, Qur'on ularga yo'l ko'rsatadi. Endi hidoyat egalari kim desa, namoz o'qiydi, infoq ihson qiladi. G'aybga ishonadi undan bu. Infoq qilish degani faqat pulni tushunmaylik. Mana muallimlar haqida dars qilganimizda aytdik. Alloh taolo senga birodar nimani berdi? Nima bilan rizqlantirdi desa, ilm berdi senga. Endi shu ilmingni Alloh yo'lida sarf qilsang, senga berilgan rizqdan infoq qilgan bo'lasan. Xuddi shunga o'xshagandek, kasb, hunar egalari, ustalar o'zingizlarning hunaringlardan, qilayotgan ishlardan infoq qilsanglar, Alloh taolo bergan narsadan infoq qilgan bo'lasizlar. Va mana shu hunaringlarga hunar qo'shiladi. Inson pul deydi. Pul nima edi bu? Alloh taolo bergan vaqtincha narsasi ekan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamda mana hadis Sahih Muslimdan: "Yaqul ibn Adam, mali mali. Wa halaka ya ibn Adam min malika illa ma akalta fa afnayta, aw labista fa ablayta, aw tasaddaqta fa amzayta." Odam bolasi molim deydi. Ey odam bolasi, seni molingdan yeb yo'q qilganing, kiyib eskirtirganing va sadaqa qilib o'tkazganingdan ortiq nima bor? To'g'ri-da. Yeganimiz ketdi, kiyganimiz eskidi, infoq qilganimiz o'tdi. Bundan ortiq nima bizniki bu moldan? Qanday puldor bo'lsin, boy bo'lsin, bir jup oyoq kiyim kiyadi, bitta do'ppi kiyadi, bir china ovqatga xonda to'yadi. Oshiq esa kasal bo'ladi, 2 qavat patinkani ustidan patinkani kiya olmaydi. Qarab tursangiz, o ko'chada yurishi bir xillar. Siz ham shu bir china lavmonga to'yadi qoningiz, bu ham. Qolganiga javob beradi faqat.